Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Ustoz Abror Muxtor Aliyev jonli efirdan olingan yana bir videolarni birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz va videodan so'ng o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni, ma'lumotlarni olamiz degan umiddaman. Biz videoni boshladik. Muhammad Yusuf Fayzullayev, Qirg'izlarning kinosiga xulosangiz, din va komediya janrida bunday kinoga qanday qaraysiz? Oldin rahmat debdilar. Komediya janri bor, mavjud, faqat rost va xalqning muammolarini ko'tarib olib chiqishlikka xizmat qilsa, bu to'g'ri janr va bundan foydalanish kerak. Lekin din mavzusini hazilga yuyish, din mavzusini kalaka qilish, din mavzusini istehzo qilish to'g'ri emas. U boshqa dinni mavzusi bo'lsa ham. Butparastlarni budini ham so'kib bo'lmaydi. Wala tasubbul-ladina yad'una min dunillahi fayasubbulloha adwan bighayri ilm degan oyat bor. Avkamaqo. Allohdan o'zgaga sig'inayotganlarni, sig'ingan narsalarni so'kmanglar. So'kish bu yerda o'sha istehzo ma'nosida ham so'kishga, haqorat qilishga, kamsitishga kiradi. Fayasubbulloh, ular Allohni keyin so'kishadi. Advan, dushmanchilik sababidan siz uni muqaddas narsasini haqorat qilganingiz uchun u sizni e'tiqodingizga tajovuz qiladi. Beg'oyri ilm, johillik bilan. Shuning uchun din mavzusi masxara mavzuga aylantirilmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hazil qilardilar. Masalan, hazil bo'ladi. Din mavzusida ham hazil bo'lishi mumkin, lekin yolg'on bo'lmaslik kerak, masxara bo'lmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalomga bir ayol kishi kelib, "Ya Rasululloh, men jannatga kiramanmi?" dedi. "Kampirlar jannatga kirmaydi" dedilar. Haligi ayol yig'lab ketdi. Kampir dedi-da. Qaytaringlar dedilar. Yoki aytib qo'yinglar dedilar. Kampir holatida kirmaydi dedilar. 16 yosh qiz bo'lib kiradi jannatga. Hazil edi shu. Yana bir hazil qilgan hodisalar ko'p. Oysha onamiz bilan hazil qilardilar. Oysha onamizni "Sen nimaga mendan shubha qilyapsan? Men seni haqqing kuni boshqaga ketib qolaman deb o'ylayapsanmi?" deb turtib qo'yardilar. Payg'ambar alayhissalom bir kuni janozadan keldilar. Kelsalar, Oysha onamizni boshlari og'riyapti. "Ha, nima bo'ldi? Boshim og'riyapti ya Rasululloh" dedilar Oysha onamiz. "Janozadan kelyapman" dedilar Payg'ambar alayhissalom. "Sen ham o'lsang, o'zim janozangni o'qiyman, o'zim yuvib, o'zim janozangni o'qiyman" deganlar. Hazil shu. Ajoyib lutf, oiladagi ajoyib hazil. Masxara qilmaslik kerak. Hozir Deniz Ko'ktash degan Turkiyada bitta stand-upchi chiqqan. Men uni endi u Turkiya saviyasidagi juda shov-shuv bo'lyapti. O'sha islom dinini masxara qilib, o'zi ateist. Ateist islom dinini masxara qilib, stand-up anaqasi o'tkazdi, konsertni berdi. Va Gollandiyada edi, Turkiyaga qaytib keldi, hozir olib kirib qo'yishdi ichkariga. So'roq savol ketyapti. Musulmonlarning dini to'g'risida, payg'ambar alayhissalom, bizni Qur'on kitob to'g'risida shunaqangi komediya janrida ba'zi gaplarni gapirdi. Bu to'g'ri emas bu. To'g'ri emas. Endi ularda shu ota turishchilar, JHPchilar uni so'z erkinligi deb himoya qilib yotishibdi. Bizda ham bor-ku shunaqa. Haqorat qilishadi. Haqorat qilyapsan desangiz, so'z erkinligi deyishadi. So'z erkinligini orqasiga berkinishadi. Lekin o'zlariga nisbatan gapirsangiz, sizni haqorat qilishlikda ayblaydi. Turkiyada 5816 raqamli qonun bor. U qonunga ko'ra Otaturkka nisbatan hech qanaqangi unaqangi gap gapirib bo'lmaydi. Yomonlab bo'lmaydi Otaturkni. Yomonlasangiz o'sha 5816 da 5 tacha moddasi bor. O'sha moddalar bilan sizni hatto qamaydi ham.
YouTube'ga yozinglar. Hasan Mazarchi degan nomni yozinglar. Hasan Mazarchi. Bu odam deputat bo'lgan. Majlisda o'sha Rafoq partiyasiga a'zo bo'lgan, keyin undan chiqib ketgan, Otaturkka qarshi keskin fikrlari bilan ma'lum odam bo'lgan. Shuni ichkariga olishib, o'sha 58-16 qoida bilan urib miyasini aynitishdi shuni. Ichkaridan keyin chiqib, "Men masih bo'ldim" deb o'zini masih deb e'lon qildi. Hozir masihman deb yuradi. Sariq kiyimlarni kiyib olib, sochlarini, soqollarini o'stirib olib, tuppa-tuzuk, aqli hushi raso odam jinni bo'ldi. Mana shu Otaturk diktatorni tarafdorlarini kasriga. Hozir masihman deb yuradi. O'shaning uchun diyonatni masxara qilish, masxara mavzusiga aylantirish to'g'ri emas. Kufr masalasi bizning fiqhiy kitoblarimizda kufr masalasini zikri kelganda inson nima bilan kofir bo'ladi desa, birinchi inkor bilan kofir bo'ladi. Yo'q deb inkor qilsa, kofir bo'ladi. Ikkinchisi masxara bilan kofir bo'ladi. Masxara, dinni masxara qilish bilan kofir bo'ladi. Dinni, payg'ambar alayhissalomni, Qur'onni, azonni, namozni, shularni masxara qilsa, ro'zani, hajni masxara qilsa dindan chiqadi. Bu umumiy masala bu. Endi bizni mana bu aqli hushi miyasidan kichkina bo'lgan Abraham Moshe'ga o'xshagan guruhlar bor bizga qarshi. Bizni ba'zi gaplarimizni dinni masxara qilyapti deb tarqatishyapti. Bir jinnixonadagi bir jinni to'g'risidagi bir hikmatni aytib bergan edim. Bittasi kirib olib bu yerda duh bormi? Aqling yetadimi qilib yozadi. Profilga kirsangiz, zakriti profil bo'ladi. O'zida duh yo'q. Sizga duh bormi deb yozadi. O'zida ism yo'q. Chiqib gapira olaysanmi deydi. Shunaqalarga aytgan edim. Shunaqa bir ajoyib askiya bor. Bir kishi jinnixonaga borsa, jinnixonada bittasi "Men payg'ambarman" deyotgan emish. Jinnixonada jinni payg'ambarman deyotgan emish. Ha, endi bu jinni bu. Jinni payg'ambarman ham deyaveradi. Jinni Napoleon ham deyaveradi. U jinni ne shu? Jinnini misol keltiryapman mana shu Abrahalarga. Keyin bu yoqdagisi "Yo'q, u payg'ambar emas" debdi. U ham jinnixonada yotgan bemor. Doktor, "Ha, bu tuzalib qopti shekilli" deb unga kelib, "Nimaga buni payg'ambar emas deyapsan?" desa, "Chunki men Xudoman-ku, buni men payg'ambar qilib yubormaganman" dermish. U jinnidan ham jinni ekanda, jinning ham eng oxirgi nuqtasi ekan unisi. Bu yerda dinni masxara qilish yo'q. Abrahaga o'xshagan troll profillarda bizga shantaj-montaj qilayotganlarning saviyasini tushuntirish. Sanlar bir musulmonni kofir deyotganlaringda, sanlar bir musulmonni kofir deb, o'zbek xalqini, musulmonlarni kofir deb, o'zbek yurtini kofir deb e'lon qilayotganlaringda xudolik da'vo qilyapsanlar. Sanlar xudomisanlar, kim kofir, kim kofir emasligini ajratadigan. Jannatga kirmaysan deb qo'yadi. Masxara kalaka Allohning san'ati ustidan kulish bilan bo'lmaydi. Qiziq, mana bu kecha United Media futbolda penalti tepdim. Do'stlar, yoshim 50 ga kirdi meni. 50 yoshli odamlar bilan, misol uchun, penalti tepishaman. Yosh bolalar bilan o'ynayapman. Biz o'ynagan futboldagi jamoalar O'zbekistonda professional futbol bilan shug'ullanib yurgan odamlar. Varatarlar, padarka varatarlar emas ular. Shuni tepib gol urdim, 3 ta gol ursam, bitta troll profil anaqani qo'yib qo'yibdi. Turkiyada bir aqli zaifroq, futbolda juda uni masxara qilib videolarni chiqarishadigan bir odam bor. Mana shunga o'xshab bir gapir deb kulib kalaka qilyapti. Birinchidan, agar o'sha odamni maqomiga meni o'xshatayotgan bo'lsang, xursandman. Nimaga? U odam mas'ul emas. Aqli hushi joyida emas, jannatga kiradi u odam. O'sha odamni o'rnida bo'lib qolsang, jannatga kirasan desa, men labbay deyman. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha odamni kamsitayotgan bo'lsang, shaytondan nima farqing bor seni? Shayton ham odam ustidan kamsitgan edi. Bu loy, ich teshik
Nimaga arziydi bu? Loydan bo'lgan deb kamsitgan edi. Nimani kamsitmoqchisan? Ha? O'zing tushib maydonda professional jamoa bilan futbol o'ynashlik ya'ni qo'lingdan kelmaydi. Bunaqa sharoit senda yo'q. Alloh senga buni bermagan. Hasad qilyapsanmi? Shunaqa gap topisha olmagandan keyin shunaqa ishlarni qilishadi. Kalaka bu ham. Odamni ham kalaka qilish to'g'ri emas, do'stlar. Ya'ni kamsitish, aqli zaif bo'lishi mumkin. To'g'ri. Koptokka oyog'i tegmaydi u odamni, sakrab aylanib yuraveradi. Men penaltida gol uryapman. 3ta udardi, 3tasida gol uryapman. Maqtanish ma'nosida emas. Bunaqangi gap topa olmasdan kalaka qilish rostdan haromini ishi. Mana shu haromilik shu. Haromi odam, masalan, otasining tayini yo'q, onasining buzuqligini biladi. Narkoman, alkashi bolasi. Shunaqa bo'lgandan keyin bunda hayotda stress bor bu odamlarda. Stress bor. O'zi bir maqomga erisha olmasdan kimnidir maqomga erishganini ko'rsa, kalaka qilgisi kelaveradi. Sassiq deyaveradi. Ajoyib tulkini misoli bor, Dalila va Kimna Kalila va Dimnada keladi. Dalila va Kimna deb bor. Ishlam kallamay qoldi. Shunaqa bo'ldi. Bir tulki bog'dan chiqib ketyapsa, uzum rosa pishib turgan ekan, sarg'ayib. Bir sakrabdi, ola olmabdi. Yana bir sakrabdi, ola olmabdi. Yana bir sakrabdi, ola olmabdi. Keyin qarab, xom ekan hali deb chiqib ketgan ekan. Xuddi shunaqa bo'lar. O'zi sakrab erisha olmaydi, xom ekan bu deydi. Bu deydi, o'zi ashnaqa deydi. Saroy mulla deb qo'yadi. E'tibor bermaymiz, lekin dinni masxara qilishlik to'g'ri emas. Amir Barakayev, Otabek Jo'rayev K.Tm deb so'rayaptilar. Bilmadim, o'g'li shunaqa degan lekin. Mana hurmatli do'stlar, videoni birgalikda ko'rib tanishib chiqdik. O'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni, ma'lumotlarni, tushunchalarni oldik degan umiddaman. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelgusi videolarda sihatlikda, salomatlikda diydorlashish barchamizga nasib qilsin. Salomat bo'ling.